Biz Word'da yoki boshqa yoziq tahrirlash shumshaq tillarda yoziq tahrirlayli yoki to'rbet yuzi bevosita yoziq kirgizayli. Biz oldi bilan uchraydigan masala yoki bizga eng muhim lozimli narsa kirgizgich. Yana masalan Uyg'urcha kirgizgich. Hozir çoğun mashg'ulot sistemlarining hamma degandek Uyg'urcha kirgizgich o'zida ta'minlangan. Masalan Windows, Mac OS yoki Linux deganga o'xshash. Undan boshqa ko'chma uskunalardami Android yoki iOS bo'lsin, hammada Uyg'urcha kirgizgich bor. Hamda Windowsga kelsak, Windows Vista'dan boshlab Uyg'urcha kirgizgich sistemining o'zida ta'minlangan. Ya'ni biz sirtdan Uyg'urcha kirgizish qachlashga ihtiyacımız yok. Fakat Windows XP işletkiçileri olsa o ayrım kirgizgich qaçlası oldu. Başka kirgizgichlar, başka yuqori nashirdagi mashg'ulot sistemlarida kirgizgich o'zida ta'minlangan. Mesela Windows Vista, Windows 7, Windows 8 yoki yanada chiqmoqchi bo'lgan Windows 10 deganga o'xshash. Endi biz bu darsimizda o'rganganimiz sistemidan kirgizgich tilni tanlash. Yani biz odatda aralash yoziq kirgizishimiz mumkin. Masalan, Uyg'urcha, Xanzucha, Inglizcha deganga o'xshash. Bu vaqtda o'zimiz kirgizmoqchi bo'lgan tilni tanlab ishlasak bo'ldi. Yoki o'xshamagan tillarni aralashtirib ishlatgan vaqtda tez suratda bu tillarni almashtirib ishlatish. Navoda bizning til tizimligimizda biz kirgizmoqchi bo'lgan til bo'lmasa, masalan buninkida arabcha yo'qkan, men arabcha kirgizaman desak, u tilni qo'shish yoki ko'pincha mashg'ulot sistemlarida Uyg'urcha bevosita tanlanmagan. Bu vaqtda biz Uyg'urchani qanday qo'shib ishlatamiz deganni ko'rib o'tamiz. Hozir Word hujjati ochilgan mening kompyuterimda. Xatni aniqroq ko'rish uchun men xat nusxasini sal cho'ngroq qilib qo'yay. Hozir qaraydigan bo'lsak, Windows'ninki bu yerda til tizimligida Uyg'urcha tanlangan, ya'ni Uyg'urchaning qisqartirilmasi uy deb yozilgan holatda. Men bu holatda Uyg'urcha xat yozsam bo'laverdi. Navoda ben bu yerda başqa bir xil tilni yozmoqchi bo'lsam, masalan Xanzucha. Bu yerdan Xanzuchani tanlasam bo'ldi. Yoki İngilizce kirgizmoqchi bo'lsam, bu yerdan İngilizce deganni tanlab yozsam bo'ldi. Buningga o'xshash. Navoda bu tizimlikda bağlam tili olsa, bunu biz bevosita o'sha yerni tanlablam ishlatsak bo'ldi. Masalan, meningki kompyuterimda hozir Uyg'urcha kirgizgich, Inglizcha kirgizgich, ya'ni qadimiy turkcha, ya'ni urxuncha deb o'qiydi bu klassik bir hozir ishlatilmaydigan kirgizgich. Bu bor, ondan Xanzucha bor. Masalan, urxuncha deganga o'xshash. Buni tanlab ishlatsak bo'ldi. Navoda Uyg'urcha bo'lmay qolib qolsa, buni biz o'zimiz qo'shsak bo'ldi. Endi qo'shgan vaqtimizda qanday qo'shamiz desak, bu yerda 10 knopkani bosib yoki bo'lmasa bu til tizimligini bevosita bossak, bu yerda til moyilliklari deb bor. Buni tanlasak, mening kompyuterimga hozir qo'shilgan 4 tane til bu yerda bor. Navoda biz Uyg'urcha yo'q deb qarayli desak, buni chiqarmasak bo'ldi. Meningki kompyuterimda hozir bu asosiy til bo'lg'achqa buni chiqarib o'tishga bo'lmaydi. Masalan, men Xanzuchani chiqarib o'tib turay. Chiqarib o'tdim. Endi bu yerga yangidan til qo'shishni tanlab, buning ichidan Xanzuchani tepib qachilasam bo'ldi. Masalan, Jungwen. Bunu tanlab yoki bu yerdan qo'shib cheksam, buning ichidan yana 2 dona til bor ekan, buning ichidan Jungu deganni tanlab qo'shsam bo'ldi.
Navada eğer Uygurca bulmaya kapkas yani okşaş usulda til kuşten Uygurca yu harfinin işin çıkıdı. S-T-U. Hemen yu harfinin tizimlikinde Uygurca. Bu qetilip boğan şoň bu ýerde tanlygyly bolmaýdy galatda. Bu şeýerden tanlap kuş knopkasyny basıp kuş bassek boldy. O wagtda bu ýerdeki tizimlikde çykdy. Bu ýerdeki tizimlikde çykkan tilla yani bu til tanlaş orunda köründü. Emde biz til tanlaşny yoki bizge lazım til bu ýerde bolmasa bu ýerden kuşny ögendik. Emde tekst yazıp atkan wagtda biz adatda knopka taksy arkaly meşgulat kılymyz. Bu wagtnyň özüde mouse bilen bu ýany tanlap, ondan keyin qaytyp hat ýazyş bir xil wagt ysyrapçylyk yoki awarçylyk tek boldy. Bunda wagtda biz knopka taksydan biwasta til almaşsak, bu da mesela hazır kadimi türkçe ben bunu başka tillarga almaştırmakçı olsam Windows'ning belgesi var knopka, yani Win knopkası bilen boşluk knopkasını bassam oldu. Hanzuçu özgerdi. Yeni bir bastım Uygurca oldu. Yeni bir bastım İngilizce oldu. Yani Windows 8 meşgul sistemi şundak. Anavada tüven neşirdeki meşgul sistemi olsa Alt bilen Shift knopkasını yani sol taraftaki birlikte bassak tilini almaştık oldu mesela. Alt Shift'ni bastım. Türk. Alt Shift Hanzuca. Alt Shift Uygurca. Alt Shift İngilizce. Yani şunda sistemga tanlangan tillarni bu tizimlikde batıllarını özara almaştırıp xalıgan tilga kelip işletivergil oldu. Yani Hanzuca yazıverimiz. Uygurca, İngilizce, kadimi Türkçe. Yani knopka taksisini biwasa almaştırıp işletkili oldu.